Biz mehmon taklif etganmiz psixolog oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi Haydarjon aka Jo'rayev bizga kerakli tavsiyalarni, maslahatlarni beradi degan umiddamiz. Ota-onalarimizni esa ekran qarshisiga yaqinroq taklif etamiz. Agarda sizda ham qandaydir shu yo'nalishda savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, Telegram manzilimizga savolni yozib qoldiring. Balkim sizning oilangizda ham mana shunday kichkinagina muammochalar bordir. Avvalo assalomu alaykum. Sizni studiyamizda xush ko'rdik. Haydar aka, yaxshimisiz? Demak, sizni ko'rib turganimizda xursandmiz. To'g'risini aytsam, anchadan beri dilimga tuyib yurgan mavzulardan biri bo'ldi. Aynan bugun aytib o'tganimizdek, internet tarmoqlari rivojlangan bu kunda nafaqat yosh bolalar, balkim nuroniylarimizdan tortib yosh bolalargacha desak to'g'ri bo'ladi. Birinchidan bu bizni vaqtimizni o'g'irlayapti. Ikkinchidan salomatligimizga ziyon kelyapti va uchinchidan aynan bu yashash turmush tarzimizni o'zgartirib yuboryapti deb aytishim mumkin. Ko'pchilik katta nuroniylarimizdan bitta fikr, xotiram pasayyapti. Bugungi kunda aynan qisqa reelslarni tomosha qilish oqibatida miya faoliyati aynan mana shu qisqa roliklardan so'ng xotirani susaytirib yuboryapti deyapti. Ikkinchi masala, og'riq masalasi, bu farzandlarimizni telefonga, internetga mukkasidan ketishi, ota-onasiga kerak bo'lsa agressiv holatda shunday holatlarni ko'rdikki, hatto telefonni olib qo'yganda pichoq bilan tashlashib, o'ldiraman, so'yaman degan holatlargacha boryapti. Qo'lidan oddiy telefonni olib qo'ygan ota-onasiga. Bu juda ham og'riqli nuqta. Albatta, ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanishga harakat qilyapmiz, lekin negadir ko'p vaqtimiz aynan mana shu tarmoqqa qaratilyapti. Bu ijobiymi yoki salbiymi? Keling, mutaxassisdan eshitamiz. Savollar uchun juda ham katta rahmat. Bu bugungi kundagi eng og'ir muammolardan biri. Nafaqat bu bitta oiladagi ota-ona uchun yoki bo'lmasam butun bir jamiyat uchun ham juda ham katta bir salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradigan psixologik, ham tibbiy, ham psixiatrik muammo sanaladi. Ya'ni bu o'smirlar yoki bo'lmasam yoshlar o'rtasida bugungi kunda oilalarda kichik yoshdan boshlab katta yoshdagi bolada ham uyali aloqaga, ya'ni internetga yoki masalan telefonlarga nisbatan tobe bo'lib qolish. Ya'ni buni biz psixologiya tilida addiksiya deb ataymiz. Ya'ni tobelik bu juda ham bir uni ijobiy taraflari ham bor yoki masalan salbiy taraflari ham bor. Plus minuslar. Ya'ni buni eng katta bir bolaga salbiy tomon tug'diradigan jihatlari birinchi navbatda bolani psixikasiga, ya'ni bosh miyasidagi o'sha siz aytib o'tgandek xotirasiga, tafakkuriga bu salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki bola aniq real voqelik bilan u virtual olamga singib ketadi. Ya'ni haqiqat nima-ku yoki bo'lmasam ayni damda yomonlik narsa nima? Ya'ni bu degani bola u tushunib yetmasdan turib o'ziga notanish bo'lgan o'sha informatsiyani, har qanday narsani ongiga singdiradi. Endi esa undan keyingi jarayon esa bolada taqlid qilishga undaydi. Ya'ni bu taqlid qilish esa o'z navbatida u keltirib chiqaradiki, surunkali depressiyalarni yoki bo'lmasam ota-onasiga nisbatan ham agressiv xatti-harakatlar. Ya'ni bola ko'rgan narsasini albatta bu taqlid qilish xususiyatiga ega. Eng taqlidchi o'zi bola hisoblanadi. Eng taqlidchan xususiyat ayni damda o'sha o'smir yoki masalan kichik maktab yosh hisoblanib, bolada bu narsani keltirib chiqaradigan omillar bir vaqt o'ziga, ota-onasiga, oilasiga yoki bo'lmasam yon atrofdagi shaxslarga nisbatan tajovuzkorlikdan namoyon bo'ladi. Endi esa bunday muammoni oldini olishda birinchi navbatda ota-onalar yoki bo'lmasam uni o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan uyali telefonda tartibli, qonun qoida bilan yoki bo'lmasam ma'lum bir me'yor asosida foydalanish. Ya'ni bugun esa aksincha biz bunday yo'lga haligi ijobiy taraflarga berilmaymiz. Siz hozir bu haqda oddiy gapiryapsiz. Oila a'zolar orasida mana shu jarayonda farzandlarimizni uyali aloqa vositasidan o'sha telefondan ajratib olish juda ham qiyin kechyapti. Chunki ularni ruhiyati ham qaysidir ma'noda o'zgarib ketganga o'xshaydi. Biz qachonki o'sha 1 soat yoki 2 soat bemalol telefondan foydalanishga ruxsat bersak, keyin o'sha dars vazifalar o'z vaqtida bajarishga harakat qiladi yoki o'sha taomlanish jarayonida o'z vaqtida taomlanishga harakat qiladi. Lekin yoki qaysarlikmi yoki o'sha mukkasidan ketish deymizmi, qaysidir ma'noda agar shunchaki ajratib qo'yadigan bo'lsak, o'sha jirakilik, bir yomon hislatlar paydo bo'layotganga o'xshaydi. Bu jihatdan menimcha mana shu jihat ko'plab bugun ota-onalarni qiynayapti desak ham bo'ladi. Buni qanday bir oson usuli bor? Yaxshi.
Hop, bunday holatdan osonroq, tezroq samaradorlik bilan chiqarish usuli birinchi navbatda bu oilaga borib taqaladi yana. Ya'ni tasavvur eting, ya'ni ota-ona har kungi kundalik ish faoliyatidami, oiladami ishdan kelsa ham farzandi bilan bo'ladigan haligi psixologik muloqotga kirishish kerak. Lekin ota-onalar nima qilishyapti? Uyga borib, ular ham farzandining ko'z o'ngida telefon. Ya'ni birinchi navbatda ota-ona ibrat bo'lib, unga uyali aloqadan foydali usulda, ya'ni o'sha dars uchun kerakli adabiyotmi yoki masalan internetdagi foydali ma'lumotlarni. Ya'ni birinchi navbatda ota-ona bu farzandiga birinchi u o'zi namuna bo'lishi kerak. Undan keyin esa boladan biz qanchalik talab qiladigan bo'lsak, bu bo'lishi mumkin. Endi esa biz buni oldini olmas ekanmiz, biz hozir sanab o'tgan juda ham bir haligi psixologik u bolada surunkali kasalliklar ham kelib chiqishi mumkin. Ya'ni u xotirasida ham ko'p psixologik holatlarida. Va nuqsonli hozir bolalar ko'zi bilan ayniqsa psixikasidagi nuqsonlar. Endi hozir Shahlopa so'zlariga kelib ko'pchilik ota-onalar mana shunaqada o'zimizda ham kuzatiladi. Darsingni vaqtida qilsang, uy ishlarini vaqtida bajarib qo'ysang yoki aytganimni qilsang, senga ruxsat beraman yoki qandaydir motivatsiya beryapmiz. Lekin bu kelajakda farzandni tamagiriga aylanishiga yo'l ochib qo'ymaydimi? Ho'p, yaxshi. Ya'ni bunday holat bolani birinchi navbatda siz aytayotgan holatni ham keltirib chiqaradi va yana bolani o'ziga bo'lgan men xususiyatini ham pasayishga olib keladi. Ya'ni bu tasavvur eting, ya'ni bola o'sha siz aytgan yo'l-yo'rig'izdan, siz aytgan o'sha chizib bergan chizig'ingiz bo'yicha harakatlanyapti. Ya'ni biz unga nima qilyapmiz? Tobelikni shakllantirib qo'yyapmiz. Ya'ni sen shu narsani bajarsang, men senga buni beraman deb uni aytayapmiz. Fikrini qamab qo'yamiz. Ya'ni o'zini mustaqil fikriga biz cheklov qo'yyapmiz. Ya'ni siz bilan bizni bergan yo'nalishimiz bo'yicha harakatlanadigan shaxs qilib tarbiyalashimizga o'zimiz sababchi bo'lib qolyapmiz. Endi bugun mana shu ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanayotgan yoshlarni, o'sha kichik yoshda bo'ladimi, qaysidir ma'noda o'z fikriga ega bo'lgan, bir o'ziga ishongan deb bemalol ayta olyapmiz-da. Bu to'g'rimi? Hop, bugungi kunda o'sha yoshlar o'rtasida juda ham aql, zehni, intellekt xususiyatlari yuqori bolalar ham ko'p. Ya'ni bu degani ma'lum bir biz 100% oladigan bo'lsak, hammasini ham shu uyali telefonga, internetga tobe deb ayta olmaymiz. Ya'ni bulardan juda ham oqilona, juda ham samarali foydalanayotgan turgan yoshlarimiz ham juda ham ko'p foizlarni tashkil etadi. Endi esa bunday narsalardan salbiyroq, ko'proq oxirini o'ylamasdan qaysidir bir shaxsni noto'g'riligi agitatsiyasi bilan haligi foydalanishga yo'naltirilgan yoshlar ham ba'zi bir foizlarda olinyapti. Asosan bunday holatlarni biz bir tadqiqotchi, xorij tadqiqotchi shu ma'lumotdan aniqlayapti, amerikalik. Ya'ni bola deyaptiki, o'smir yoki masalan mana shu kichik maktab yoshlarida ota-onasidan juda ham ko'p mehrga muhtoj deyapti. Ya'ni bu mehr deyilgani ota-ona ba'zida biz aytayapmizki, muloqot, u bilan ehtiyojlarini qondirish, ya'ni psixologik ijobiy bo'shlig'ini to'ldirish kerak deyapti. Endi esa bola ayni damda o'sha ehtiyojini o'zi qondirmasa, o'sha ehtiyojni boshqa narsadan qondirishga harakat qiladi deyapti. Endi bu yerdan kelib chiqyaptiki, o'sha ehtiyojni bugungi kunda bizda jamiyatda ham, boshqa yerlarda ham bolalar biz ta'kidlayap turgan o'sha uyali aloqadan qondirishyapti. Ya'ni internetdan o'zlarini xohlagan ma'lumotlarni nima qilishyapti, olishyapti. Ayniqsa bunday xususiyatlarga moyil bo'lgan shaxslarni o'sha psixologiyada aytadi, delikvent bolalar deb atashadi. 10% o'sha tadqiqotchining fikri bo'yicha beryapti. 10% bolalar ayni damda o'sha yoshda ota-onasining mehrini qondirmaganligi uchun mana shu salbiy holatlarni keltirib chiqarishi mumkin deyilyapti. Demak, ota-onani mehriga qonish kerak, to'yish kerak. Hozir bir fikr keldi, biz yoshligimizda aynan ota-onamiz ishdan qaytib kelishini sog'inib kutardik. Qachon kelasiz? Qachon kelsangiz o'ynaymiz, qachon kelsak birga vaqt o'tkazamiz degan xayollar bo'lardi. Lekin bugungi kundagi farzandlarimizni ota-onasi yonida bo'lib ham ota-onasidan uzoq holatdaligini ko'rishimiz mumkin ekanda va kamdan kam hozir menimcha ota-onalarda ishga ketyapman desa, qachon ertaroq kelasizmi bugun degan savolni eshitmayapmiz chog'im. Shunaqa. Albatta, qiz farzandlarini ko'proq oilada onalar qaysidir ma'noda oshxonaga jalb etish orqali
nimadir yumushlarni birga bajarish orqali ular bilan birga vaqt o'tkazishga harakat qilishadi. Lekin bu jarayonda o'g'il bolalar menimcha sal murakkabroq jarayonda bo'lishadi, chunki ko'proq endi IT sohasini o'rganyapti-da, axborot texnologiyalari davri, ijtimoiy tarmoqdan o'ziga kerakli bo'lgan xorijiy tilni o'rganyapti yoki o'sha yo'nalishda nimanidir o'sha 3D formatda tayyorlashni o'rganyapti deymiz yoki turli montaj jarayonlarini, video montajni o'rganayotgan bo'lishi mumkin deymiz. Bu jarayonda o'sha o'g'il farzandlarga nisbatan demak biz qaysidir ma'noda nohaqlik qilayotgan bo'lishimiz mumkin ekan. Mumkin, to'g'ri. Ya'ni ota-ona ham ba'zi bir vaziyatda o'zi bilib bilmasdan bolasiga nisbatan mana shunday psixologik o'sha ehtiyojini to'ydirishda o'zini hissasini qo'shmasa, bu bolada o'sha salbiy psixologik iqlimni o'ziga oladi. Ya'ni bu har bitta shaxsda bor, ya'ni inson borki, o'sha o'zidagi psixologik ijobiy bo'shliqni to'ldirishga harakat qilish kerak. Ya'ni nafaqat bu endi o'sha kichik yoshdagi bolalar ayni damda hayotini har bir kuni ular uchun yangilik. Ya'ni mana shu yangilikni ularga biz ijobiy singdira olsak, albatta ular ham jamiyatda ma'lum bir yaxshi shaxs bo'lib shakllanishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu esa bugungi kunda albatta ota-onalarni farzandlariga e'tibor berayotgani ham bor, endi esa o'z holicha tashlab qo'ygan ota-onalarimiz ham yo'q emas. Ya'ni bu nafaqat jamiyatda yoki bo'lmasam bitta oilani o'rtasida turgan katta muammo deb bilishimiz mumkin. Ya'ni bunday holatlar mavzudan biroz shunga yaqinroq bo'lsa ham ta'kidlab o'taman. Ya'ni internetga yoki bo'lmasam mana shu salbiy holatlarga bola ruju qo'yib qo'yishi buni oxiriga o'sha boradigan joyi bu og'irligi aytib bo'lmaydigan so'z psixologiyada suitsidal holatlarga ham olib borishi mumkin. Ayniqsa o'yin o'ynash orqali. Ya'ni bu bugungi kunda juda ham ko'p, nafaqat yoshi katta yoki bo'lmasam o'z aql idroki egiga bo'lgan katta shaxslar o'rtasida ham bu kuzatilayotgan turgan holat. Albatta. Ya'ni suitsidal tobelikni o'ta kuchayib ketish stadiyasi deb aytishimiz mumkin. Oxirgi holat. Endi agar adabiyotlarga murojaat qiladigan bo'lsak, mana o'g'il farzand haqida, tarbiya haqida ketdi. Haqiqatan ham o'g'il bolani mana shu bir jamiyatga kerakli bo'ladigan, o'z yo'l topadigan qilib tarbiyalash juda ham mushkul. Chunki u borgan sari kuchga to'lib boradigan, kerak bo'lsa sizga aynan mana shu javob beradigan darajaga yetib qoladi. Lekin birinchi o'rinda ota-onaning tarbiyasi, uydagi muhit, unga e'tibor kerak bo'ladi. Endi adabiyotlarga murojaat qiladigan bo'lsak, hozirgi zamon psixologiyasining fikrini bilmoqchiman. Aynan bugungi ruhshunoslarimizning fikri, bobolarimizning fikrlari bilan qanchalik mutanosib. Aynan 7 yoshgacha shohdek, 7 yoshdan 14 yoshgacha, 15 yoshgacha quldek, undan so'ng esa do'stdek muomalada bo'lgan deb aytilgan fikrlarga bugun sizning zamonamiz psixologlari qanday baho berishadi va bu qanday o'zingizning fikringiz? Xo'p, juda ham o'rinli savol bo'ldi. Ya'ni bugungi kunda ham albatta o'sha bizda o'sha bobolarimizdan qoldirilgan diniy, ma'naviy, ma'rifiy fikrlarini albatta psixologiya ham, boshqa fanlar ham o'rganishgan. Ya'ni ularni metodologiya sifatida olishgan. Endi esa biz buni boshqaruv uslublar deb ataymiz. Ya'ni o'sha o'z vaqtida do'stlik yoki bo'lmasam qattiqqo'llik bilan deyilgan joylarini bu boshqaruvda ota-ona ham yoki bo'lmasam boshqa shaxslar ham foydalanishadi. Ya'ni avtoritar boshqaruv uslubi bor oilada, demokratik hamda liberal. Mana shu 3 ta boshqaruv uslubini ota-ona ham o'sha siz aytib o'tgan yosh davrlarda qo'llay bilish kerak. Ya'ni o'sha o'smirlik davrimi, kichik maktab yoki bo'lmasam undan boshqa yosh davrlarda biz ular bilan ba'zi bir vaziyatlar taqozo etganda avtoritar boshqaruv uslubidan foydalanishimiz kerak. Ya'ni avtoritar boshqaruv uslubi bu qattiqqo'llik bilan, o'sha nazorat, talabchanlik bilan boshqariladigan usul. Endi esa o'z navbatida biz bolani nima qilishimiz kerak? Tinglashimiz kerak, qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bu esa demokratik uslubni taqozo etadi. Endi esa bu liberal uslubdan biz kamroq foydalanishimiz kerak. Ya'ni bu bolani juda ham tajang, egoist qilib tarbiyalab qo'yilishi mumkin. Ya'ni degani degan, aytgan degan qabiliyada foydalanish bu liberal uslub hisoblanadi. Bunda ham sotsiologik tadqiqotchilar shu ma'lumotni beryapti, juda ham qiziq. Ko'proq oilada deyilyapti, ota-onasini mana shu demokratik, avtoritar boshqaruv uslubdan tarbiya ko'rgan bolalar deyilyaptiki,
o'ziga bo'lgan ishonchi biroz pastroq bo'lib qoladi deyilyapti. Ya'ni bu yerda maqsad demokratik uslubda bolani biz nima qilamiz, qo'llab-quvvatlaymiz, uni tushunamiz hamda uni motivatsiya bera olamiz. Avtoritarda esa biz unga ko'proq cheklovlar qo'yamiz. Ya'ni unga taqiqlar qo'yamiz. Ya'ni shu zamonda unga borma, uni qilma, uni yema, buni qilma, taqiqlar ko'p. Taqiqlar ko'p bo'lganligi uchun bola o'zini mustaqil fikriga ega bo'lmay qolishligi mumkin. Albatta, va hozir o'smirlar orasida hattoki onasini, otasini aytganini qiluvchilar, ota-onasini mustaqil bitta ish qila olmaydi-da, xullas degan bir xulosalar ham kelyaptiki, bu yerda tajriba katta rol o'ynashini, ota-ona nimaiki farzandiga aytayotgan bo'lsa, o'sha muvaffaqiyati uchun, bir yutuqlarga erishish uchun qilinayotganligi haqida emas, aynan nima uchun faqat ota-onani aytganini qilish kerak degan savol ham o'rtaga kelib tushyapti-da. Xo'p, bunda endi yana bir gap bor bu yerda. Boshqaruv uslubini albatta biz har birini o'zimiz uchun olmasligimiz kerak. Ya'ni 3 ta boshqaruv uslubini aralashtirib foydalanish kerak. Ya'ni faqatgina bittasidan foydalansak ham bolada bu boshqacha ruhiyatni shakllantirib qo'yadi. Yana bu yerda bir narsa shakllanadiki, ayni damda siz aytyapsiz, o'sha qizlarimizga ham ba'zi bir vaziyatlarda ortiqcha so'z, ortiqcha munosabatimiz og'irroq qiladi. Ya'ni bu ham ayni damda o'sha yosh davridagi bolada shunaqangi ruhiyatni shakllantiradi. Buni ham shu terminda aytib ketamiz. Emansipatsiya degan terminni shakllantiradi. Ya'ni ota-onalar va kattalarning ta'siridan qutulishga bo'lgan ehtiyoj. Ya'ni o'zini avtonomiyasini qurishga harakat qilish. O'z dunyosini qurish. O'z dunyosi, o'zi mustaqil bo'lishi va o'zining ehtiyojini qondirishga yaqinroq bo'lgan shaxslar bilan muloqotga kirishadi. Ya'ni bu ham ayni damda mana shu boshqaruv va ota-ona bilan bo'ladigan munosabatlarda namoyon bo'lib boradi. Ya'ni bu ham ayni damda o'sha bolani ruhiyatida va psixikasidagi o'zgarishlar yuzasiga keltiryapti. Ya'ni u davrda hammasi sensitiv davr deb ataymiz. Ya'ni rivojlangan hamma narsani bilishga qiziquvchan yosh davri hisoblanadi. Shuning uchun u yosh davrda biroz inqiroz, krizis davri deb atashadi. O'smirlik davri. O'smirlik. Hamma mana shu yosh davrlarda ota-onalar albatta bolani ruhiyatini tushunib munosabat bildirsa, bu hammaga ham qulay hisoblanadi. Chunki haligi shunaqangi so'z bor, hattoki insonning eng telbasi ham kimnidir mehrini kutib yashaydi deydi. Albatta. Nafaqat katta yoshdagi yoki masalan kichik bolalar ham ota-onasining mehrini kutib muloqotiga ehtiyojmand bo'ladi. Biz buni hisobga olishimiz kerak deb o'ylayman. Yaqinda bir voqea bo'ldi, joyi kelganda sizdan balkim mana shu insonlar ham ko'rayotgandir. Biz bolajon xalqimizda farzandimiz bormi, oilalimizmi yo'qmi, baribir mana shu shirindan shakar bolalar ko'rganimizda ularning isming nima, ota-onani yaxshi ko'rasanmi, kimni ko'proq yaxshi ko'rasan savoli beramiz va kelajakda katta bo'lsang kim bo'lmoqchisan degan savolni oldiga qo'yamizda. Shunda bir voqea bo'ldiki, kelajakda kim bo'lasan deganda o'qituvchi bo'laman degan javob berdi. Onasi shu javobni eshitiboq asablashib, sen o'qituvchi bo'lmaysan, sen shifokor bo'lasan, meni aytganim aytgan, esingda tursin bolam degan so'zni aytdilar. Bolaning kayfiyati, qiyofasi o'zgardi. Mana shunday narsalar, mana shunday holatlar bola psixikasida qanday iz qoldiradi? Bolani o'sha kasb hunarga yo'naltirishda ham birinchi navbatda o'zini ehtiyojini, o'zini haligi qiziquvchanligini hisobga olish kerak. Ya'ni har bitta o'sha shaxs o'zini individualligidan kelib chiqib qiziqadi. O'sha kasb hunar egallashda ham, boshqasida ham. Ya'ni bola ham, ya'ni buni biz haligi kasblar shajarasi deymiz. Ya'ni siz aytib o'tgan holat. Ya'ni bolani kasbga qiziquvchanligi boshqa mutaxassis bo'yicha, lekin ota-onasi albatta shifokor bo'lsa, bolasini ham shifokor qilishga yo'naltiriladi. Ya'ni bu degani boladagi o'z kasbiga bo'lgan munosabatga nafaqat psixologik, aqlan yoki masalan jismonan ham buni o'ziniki bo'lishni xohlamaydi. Ya'ni bu yuzaki, ya'ni bola o'sha mutaxassislikni yuzakilik bilan egallaydi. Endi esa buni keltirib chiqaruvchi omillar ko'proq salbiy kelib chiqadi. Ya'ni mutaxassis sifatida siz unga bir ishonib munosabat bildirishimiz qiyinroq sanaladi. Ya'ni buni ham hisobotga olish kerak. Va ayni mana shunday bir voqea haqida gap ketganda, bilasizmi? Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda o'sha salbiy holatlar yoki o'sha qaysidir ma'noda
farzandlarimiz uchun bir ibrat bo'ladigan voqealar bo'lsa, sen unday qilmagin yoki bunday qilgin deya biz ko'p ularga tanbeh beryapmiz. Shu ma'noda turmush o'rtog'im bilan avtomobilda ketyapmiz. Bir qizaloq tuflisini tovoni tushib ketgan, juda ham yurishga qiynalyapti va biz unga ko'mak bermoqchi bo'lib avtomobilda biroz yaqinlashdik. Qayerga borasan deb men undan so'radim shunchaki. U qiz hatto bizni eshitmadida tezlik bilan tezlikni oshirdi. Keyin aytdim, biz hozir xato qildik. Chunki biz ham farzandimizga ko'proq uyda chetdan begona odam kimdir senga nimadir so'rasa yoki gapirsa eshitmagin yoki savoliga javob bermagin deb biz ko'p ta'kidlab farzandlarimizga bu yo'nalishda ham qaysidir ma'noda o'zimiz chegara qo'yapmiz. Va bu jarayonda biz o'zimiz ham angladikki, to'g'ri qildi hozir bu qizaloq biz bilan gaplashmasdan, lekin uni qiynalayotgan jarayonda biroz ko'mak bermoqchi edik, uni manziliga yetkazib qo'ymoqchi edik, lekin qaysidir ma'noda to'g'ri ham qildi deb o'yladik. Mana shu jihatdan o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi voqealar qaysidir ma'noda ota-onalarni bu jarayonda o'sha farzandlarga qaysidir cheklovlarni qo'yishi, bilmadim salbiymi yoki ijobiymi, endi hayot ozgina mana shu ijtimoiy tarmoq bilan bog'lanar ekan, murakkablashib ham borayotganligini aytishimiz mumkin. Bugungi kunda o'zingiz ham baribir kuzatuvlardasiz va sizni fikringizni bilmoqchimiz. Aynan mana shu farzand tarbiyasida ijobiy tomonga o'zgarish uchun ota-onalar baribir hozir hadismi yo'q deysizmi, lekin sizni gapingizni ilib qoladigan, kelajakda shu farzand tarbiyasida shu usulni qo'llaydigan ota-onalar bor, yosh ota-onalarimiz bor. Bugun ko'rmasa ertaga takroriy efirda ko'radigan ota-onalarimiz bor. Kimdir kuygan farzandidan, kimdir esa orzu umid bilan. Hech kim farzandidan kuymaydi, voyaga yetkazmaydi, lekin qayerdadirgi kichkinagina xato kelajakda katta bir musibatlarni yetaklashi mumkin bo'ladi. Bugun aynan mana shu holatlarni oldini olish uchun ota-onalar nimalarga e'tibor berish kerak? Rahmat. Bugungi kunda o'sha har bitta ota-onalarimiz albatta bolasini o'sha tarbiyalash jarayonlarida ko'proq ularga o'zlarining qo'lidan kelgancha psixologik mehr berishga harakat qilishlari kerak. Va yana bir narsani ta'kidlab o'tamiz, ko'proq ota-onalarimiz bolasiga ba'zi bir vaziyatda o'sha ishdan charchab kelishganda sal bo'lsa ham qattiqqo'llik bilan, sal bo'lsa ham unga agressiv munosabat bildirishadi. Ya'ni bu esa bolada o'ziga xos bo'lgan ota-onasiga nisbatan salbiy tasavvurni shakllantirib qo'yadi. Ya'ni u degani bola o'zida mana shu ehtiyojni sezdimi, ko'rdimi, u ham kelajakda albatta o'zi ota-ona bo'lganda yoki bo'lmasam akasiga, singlisiga yoki bo'lmasam bog'chada albatta o'sha munosabatni qaytaradi. Ya'ni bu deganimiz farzand tarbiyasida ota-onalar bolalar bilan do'stona munosabat bildirib, ularga shirin so'zlik bilan ularning ehtiyojlarini, ularning individual, ya'ni temperament tiplarini hisobga olgan holatda bolasiga munosabat bildirsa, bu maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ya'ni o'sha har bitta temperament tipi bor. Albatta ota-onalar ham bu deganimiz bola tarbiyasida ham psixologik, pedagogik, ham diniy bilimlarni ham o'zlaridan mujassamlantirishga harakat qilishlari kerak. Ya'ni shundagina bolasida bir barkamol shaxs bo'lib shakllanishiga xizmat qo'shadi. Demak, bir so'z bilan aytganda, ota-ona farzandiga qanchalik mehrli bo'lsa, bolada o'ziga bo'lgan ishonchi, o'zini tutishi shakllanadi. Mehr ko'rgan farzand o'zini qadrli his qiladi, bu esa uning ichki dunyosida tinchlik yaratadi. Mehribonlik aynan bolaning aqliy va hissiy rivojiga ijobiy ta'sir qiladi. Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatishiga, mehrga to'yingan bolalarda stress kam, xotira va diqqati yuqori bo'lishi, farzandda mehribonlik, shafqat va bag'rikenlik fazilatlari shakllanadi. Ota-onada qanday munosabatda bo'lsa, farzand ham ulardan o'rnak oladi. Bir so'z bilan aytganda, dono xalqimizning bir iborasi qush ko'rganini qiladi. Shuning uchun nimani eksak, shuni o'ramiz. Bugungi kunda qanchalik biz farzandlarimizga mehr, e'tiborni, e'zozni ko'rsatsak, kelajakda keksayganimizda mana shu mehrni, mana shu muhabbatni farzandlarimizdan ko'rishimiz mumkin. Agar biz befarq, loqayd va uni taqdiriga qiziqmaydigan bo'lsak, kelajakda farzandimiz ham bizning taqdirimizga qiziqmaydi. Bugungi suhbat, bugungi ma'lumotlar uchun sizga rahmat deymiz. Barchaga oilaviy barqarorlik, farzand va yaqinlarni baxti kamolini ko'rib yashash nasib etsin deymiz.